Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qonliq iz, Qonliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytelar jamiyati, G'ini Batur, Eli to'lqinlari qatorliq romanlar, Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari, shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning mushoirasi, Abdurim O'tkirning Tova deyman Tova nomli she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni boshqa to'plarga va do'stlarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Anglayotganinglar Shinjon xalq nashriyoti 2000-yili 1-oydan nashr qilgan roman Eli to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2 qism 15 bob. Ko'ngliga ma'lum niyatni pukkan odam uni ishga oshirish uchun biror chora bilan maydonga chiqadi. Uningdan natija chiqmasa, yana boshqacharak choralarni o'ylab topadi. Shinjon garnizon shtabining qo'mondoni general-leytenant Jonning Osman Qali Baklardan kutgan umididan texicha biror natija chiqmaganligi uchun u ko'ngliga boshqa bir niyatni pukdi va buning choralarini general-mayor Dang Bigang ham general-mayor Liu Bachi bilan muzokara qilib bekitdi. Shuning bilan taraf-tarafga chipish, yo'l yo'riq berish, buyruq qilishlar bilan Urumchi shahri birdilla qopqi yomon odamdek surlik tusga kirib qoldi. Kishi ayminadigan holat shakllandi. Texi bug'da teg'i, uning ostidagi edirliqlarla emas, shaharning o'zimi qo'yuq tuman ostida qoldi. Her kuni qaynab turadigan bozor ig'ir jimjitlikqa cho'kkan, atiganda echilib, kecha bir vaqtlargacha taqalmaydigan dukkanlar taqalgan. Ba'zi dukkanlar echilgan bo'lsa-mu, bu sirliq vahimadan qayta yipilgan yoki bir qanati qiyo ichib qo'yilgan. Bozor tartibini odatda soqchilar qo'g'daydi. Bugun nemishqa qurolliq muntizim harbiylar ko'chalarga chiqib olgandu. Texi sepil darvozalari necha qavat sim to'saqlari bilan qo'rshilib qopdi. Bu nima alomatdir? Sepil ustiga chiqib olgan harbiylar pilimut miltiqlarining uchini sepil sirtiga qaratib, ko'zlarini chakchaytib turishmoqda. Kishilar bu andishlik ig'ir vahimadan har xil farazlarni qilishmoqda. Bugun shaharda bir shu markat bo'lamdi nima? Manas bo'yidagi milliy qismlar hujumga o'tgan o'xshaydi-da. Bugunmi odam tutish bo'lamdi ya? Kishilarning bu farazlari shaparandek uchib, ig'izdan ig'izga, quloqdan quloqqa o'tadi. Shaharning vaziyatimi atiyozning havosida pat-pat o'zgarib turadi. Birdilla ko'chada xuddi bir yerdan ittirib chiqarayotgandek chakman chapallarga, juvularga o'rilib olgan namoyishchilar paydo bo'ldi va ular o'lkilik birlashma hukumat tarafga qarab oqdi. Lekin namoyishchilar ko'tarangu ruhiy holat, tantanalik g'azablik yurishlardan qilchimu asar yo'q edi. Ular uyoq bu yoqqa andishlik qaraydi. Nimishqidir qadamlarini ehtiyot bilan bosatdi va un-tun chiqarishmaydi. Biroq ularning putiga kiygan paxtaliq siriq xaylaridan, pochiqiga o'rgan go'jaylaridan harbiyligi bilinib turadi. Birdamdan keyin ularga agash kuchlarmi ko'rindi. Texmi kuchlik andisha qo'zg'ab, birdamdan keyin aralab etilgan o'q ovozlarimi anglanishga boshladi. Lekin darvozalarning oldiga chiqib turg'uvchilar, dukkanlarning yo'chuqlaridan qarg'uvchilar, quloqlarini ko'chaga qargan darizlarga qiyoqquchilar va hovlida tit-tit bo'lib bu yoqdan bu yoqqa mang'uvchilarning ruhiy qiyofati bir xil emas edi. Ba'zilarning yuzlarida shodlik, ba'zilarning yuzlarida qayg'u, ba'zilarning ko'zlarida kulka uchqunlari, ba'zilarnikida g'azab, nafrat, alam, ba'zilar ko'chalarga chiqishga tamshalmoqda, ba'zilar mo'kinmoqda, ba'zilar qiyofatini o'zgartib, kiyimlarini yangushlamoqda, ba'zilar mushtlarini tugib, nemagadir tayyorlanmoqda. Qo'rodan qo'roga, tamdan tamga bo'yinlarini so'zishib, so'zlashayotganlarningmi so'zlari har xil. Birisi bugun beshni yeydigan kun keldi desa, yana birisi bugun ilishdigan kun keldi deyishmoqda. Shaharning davolg'ush, jiddiylashish, birdam o'rlab, birdam pasayib turadigan to'lqinsimon harakatga ko'chkiniga 2 yildan oshdi.
tinch kunlar uzoqqa bormaydi. O'z mollarini danglab vaqiraydigan ushoq o'qachilarning tanzlarini ko'tarib, aloqazadlikka tushib qochadigan chog'lari pat-pat bo'lib turadi. Namoyishchilar o'lkalik birlashma hukumat qo'rg'osiga kirib, hukumat binosini o'rib oldi. Odam shunchalik ko'p ediki, birla odam midirlasa, hamma odam midirlab ketadi. Asabiylarcha varqirgan shuarlar havoni yaratdi. Bayotin ko'chada shunchalik shumshiyib, ehtiyot bilan mang'an namoyishchilar mana amdi qo'ro ichiga kirganda alohida jonlanib ketgan, ko'zlari yinib dahshatlik tus olgan. Nadindu berilgan kuch ularni shundoq terisiga patmoqdek holga keltirayotgan edi. Afujushi, woman yow afujushi, bizga muavin rais Ahmadjon kerak. Afujushi, afujushi, bulay bushing. Namoyishchilar sapra mijoz bo'lib ketganmi, to'xtamay qalayimqon vaqirishadi. Bu namoyish buningdan bir necha kun burun bo'lib o'tgan namoyishga zodila o'xshamaydi. Muavin rais Ahmadjon qani u kelmasa bo'lmaydi. Uch viloyat taraf bilan Gomindang taraf 11 moddalik kelishim hosil qilib, 1946 yil 1-iyulda o'lkalik birlashma hukumatini qurgan. Bitimning ro'yi bo'yicha 1947 yil 1-yanvardan boshlab o'lka bo'yicha umumiy yo'sinda amaliy ishlar boshlanish kerak edi. Lekin Gomindang taraf bitimni o'rindash emas, uning birmuncha moddalarini buzishga boshladi. Nahiyalardagi xalqchil saylamni reaksion urinishlar bilan xalq erkinligiga tahdid silish, xiyonat qilish bilan o'tkazdi. Gomindang harbiylari ma'muriy ishlarga qo'pollik bilan, hatto terrorlik bilan aralashdi. Shuning bilan harbiy diktatorlik hukm surdi. Xalqda Gomindang tarafning bu harakatiga qattiq norozilik tug'ilib, 1947 yil 21-fevralda Urumchida namoyish ko'tarildi. Namoyishchilar ilib kelgan 17 turlik talabini o'lkalik birlashma hukumat bosh kotibi Liu Mingchun, muavin bosh kotib Abdukarim Abbosovlarga topshirib, 72 soatda javob oladigan bo'lib qaytishgan edi. Bu talablar markaziy hukumat tarafidan e'tirof qilingan, xalqning erkinlik huquqlarini ta'min qilishga qaratilgan to'g'ri talablar edi. Hukumat a'zolari bu talablarni 2 kun jiddiy muzokara qilib, uni qabul qilgan va bu haqda qaror qabul qilgan edi. Birinchi qitimliq namoyish o'lkalik birlashma hukumat muavin raisi Ahmadjon Qosimi, Nozir Rahimjon Sabir Hojiyevlar Turpan, Pichan, To'qsun noyalarini ko'zdan kechirishga ketganda bo'lgan. Bu qitimqisi ular kelgan vaqtda yuz berdi. Uning ustiga namoyishchilarga Ahmadjondan boshqa odam kerak emaskan. Namoyishchilar talablarini oldingi qitimdagilarga o'xshash kimgila bo'lsa boshqa raislargami, hukumat a'zolariga bersa bo'laveradi-ku. Texi birinchi qitimda kelgan namoyishchilarga javob beradigan kunda boshqa namoyishchilar nimishqa paydo bo'lib qoldi? Bugun o'lkalik hukumat a'zolarining majlis kuni edi. Ba'zi a'zolar Abbosov bilan Sayfiddinga atay anglatib so'zlashmoqda edi. Ahmadjon tezroq kelsa bo'ladi. U hozirla kelishi kerak. Agar kelmasa chatoqning cho'ngi chiqadi-da. Qilinayotgan gaplar, o'yladagi harakatlar Abbosovni jiddiy o'ylantirmoqda va sagaklashtirmoqda. Uning ko'nglida allaqandoq vahima, g'azab, nafrat paydo qilmoqda. Yillar u namoyishchilarni oralagan, shuarlarni o'qigan, namoyishchilarning jul-jul chaponlarining ichidan harbiy kiyimlarining pashlari chiqib qolganligini ko'rgan. Ularning fuqarolardek chechilang'u, ixtiyorlarcha radsiz turishini emas, ta'lim ko'rgan harbiylardek radlik turishlarini bayqagan edi. Bu alomatlardan nimani tushunish mumkin? Chaqqon, bastlik, o'tkir ko'zlik bu yosh muavin bosh kotib G'arbiy Shimol harbiy ma'muriy mahkamasining ba'zi muofizatchilarining tumushqini juvisining ichiga tiqib olib, ko'zlari bilan qilayotgan ishoratlaridan qo'rqinchli ehtimollarni o'ylab ulgurgan. Namoyishchilar atrofida turgan ba'zi odamlarning fikrlashlaridan, yapta gaplaridan bu quyunning qandoq chiqayotganligini va suyumlik rahbarga qandoq yovuzliklarning planlanayotganligini bilgan. Abdukarim Abbosov sukut qilib o'ltirgan hukumat a'zolariga jur'atlik bilan mundoq taklif berdi. Muavin raisimiz Ahmadjon hozir kelib qolar. Biz hukumat a'zolari chiqib,
namoyishlarning fikrlarini anglab boqmaymizmi? Muavin bosh kotibning taklifiga hammadan burun Nozir Jaloliddin qarshi chiqdi. Bizning chiqishimiz o'rinsiz. Kerak odam chiqish kerak-da. Xabar qiling, tez kelsin. Talada namoyishlar vaqirishayotgan majlisxonada Jaloliddinning fikri ma'qullanayotgan paytda qandoq qilish kerak? Talaga chiqmaslik, qo'rqib, mukchiyib, pushildab o'ltirish kerakmi? Ahmadjon Qosimining nomini atab quloqni pang qilayotgandek darajada vaqirishayotganda kuch viloyat tarafdan biror kishining chiqmasligi puxrocha kiyinib olgan ashu harbiylarning xo'rikini texmi o'stirib o'tmasmi? Abbosov jiddiy holda biz o'limni xalqning erkinligi yo'lidagi o'limni allaqachon ustimizga ilib qo'ygan. O'lsak sharaf bilan o'limiz, qolsak sharaf bilan qolamiz. Mushu kichikkina joydimi xalq dushmanlari bilan oxirgi jang qilishga tayyormiz deganlarni xiyolidan o'tkazdi-da, hech kimga qaramay kuchlik g'azab, yuksak g'urur bilan namoyishlarning oldiga chiqdi. O'ylada yana vaqirashlar ko'tarildi. Ana chiqdi. Bu Ahmadjon emas, kichki chiqibdi. Ahmadjon qani, u chiqmasa bo'lmaydi. O'zimiz so'rab chiqayli. Asabiylarcha vaqirishayotgan namoyishchilar raislar kabinetining oldiga to'plangan edi. Ular Ahmadjonga vakolatan chiqqan muavin bosh kotibga fikr talablarini qo'ygani yo'q, balki uni qistab ittirishib qistoqqa oldi, beqinlarga urdi, no'qidi, yon qurollarini patirib g'alvaridi. Uni birdamdala raislar kabinetining oldiga opirib qo'ydi, lekin uning bilan besilib qolgani yo'q. Texmu g'alvarab taraf-tarafdan uningga devaylab etildiganlarmi chiqdi. Ba'zi yo'l topolmaganlari og'zini buzib tillab o'z o'rinda yerim gaz, bir gaz sakraydi. Birsi to'pni yerib etilgan bo'yi chiqib keldida, sa deb musht atdi. Abdukarimning mo'rlariga mushtlar tegishga boshladi. Lekin shu chog'da nadindur uni himoya qiladigan 3-4 yosh chiqib qoldi va ular Abdukarimga bir nimalarni deb pichirladi. Etilayotgan mushlarga o'zlarini tutib berdi. Vaqirashlar o'zliksiz ko'tarilmoqda. So'roq qilishlar avj olmoqda. Namoyishchilarning yuzlari, ko'zlari dahshatlik yonmoqda. Atrofdan mushtlashlar, urilayotgan tayoqlarning ovozlari, "Voyjon, voy beqinim" degan echinishlik sadolar anglanmoqda. Shu chog'da namoyishlar qiyin qistoqqa ilish, surib qistosh bilan Burxon shahidinimi Abdukarim Abbosovning yiniga akilib qo'ydi. Umu bir necha tayoqdan quruq qolmadi. Urush, so'qish, bir nuqtaga o'zini etish namoyishchilarning asosiy ishi bo'lib qoldi. Ular nimaga kelgan? O'z talablarini berishgimi yoki odam urush tilashqimi? Texmu qiziq yeri shuki, ana ba'zi hukumat a'zolari tayoq yeyotidi. Ba'zi hukumat a'zolari mushu qo'rqinchli tus olgan qo'rg'uga chiqib kirib turyotidi. O'z ixtiyorlaricha bemalol erkin harakat qilyotidi. Ammo namoyishchilar bularga ko'z qirinimi solmaydi. Nimishqa ularga etilmaydigandu? Ular ikkisi aran taslikda raislar kabinetiga kiraladi. Lekin xavfdan qutulgani yo'q. Qini qizib, ko'zlari bo'rnikidek yinib ketgan, tishlari g'uchirlayotgan odamlar kabinetga kirishdan hazar aylaydimi? Ko'zlarning dahshatlik yinishi, tishlarning g'uchirlashi, odamlar paylining buzilganligi. Odamning payli buzilsa, har qanday ishdan yonmaydi-da. Namoyishchilar kabin ichiga bostirib kirishga urinatdi. Ishik derizlarni uratdi, jaloqlatdi, vaqirshatdi, tillaydi. Ahmadjon kelamdi yo'q, tez kelsin, kelmiz ko'rdi anangni deb mushtlarini tanglaydi. Ahvol intayin jiddiylashgan, xavf kabinetni butunlay o'rib olgan. Ahmadjon Qosimiyni telefonga chaqirmay bo'lmaydi. Tez chaqirish kerak. Abdukarim telefonni qo'lga oldi. "Afandim, namoyishchilarning payli yomon. Ahvol jiddiy. Idoraga kirishdan saqlaning. Biz bo'lgandan keyin kifoya qiladi." Ahmadjon Qosimiyning ham jiddiy, ham mehribonlik bilan aytgan javobi anglandi. "Bo'ladi. Har holda hushyor bo'linglar. O'zinglarni xavfdan saqlanglar. Ahvoldan menga xabar qilib turing." Ahvol shunchalik jiddiylashgan, Qo'roda fojialar yuz berayotgan chog'da Şinjan garnizon shtabining muavin qo'mondoni general-mayor Dang Bigang paydo bo'ldi. Uning o'ngsili o'chgan, o'doqqan, tillari gapga kelmay qolgan, ig'ir alamdan to'lg'inib, yuzlarida yangidan qo'riqlar paydo bo'lgan.
Qo'mondonning topshirmalari uning yodida nihoyatda aniq turibdi. Shu chaqgacha Ahmadjonni ola to'polon bo'layotgan bu maydonga keltirmaganlik albatta uni parishon, aybkor holatiga tushirib qo'ygan edi. Muavin rais Ahmadjonni o'zim chaqirib kelay, dedi u va huduqqan peti chiqib ketdi. Bu chog' namoyishchilarning saprasi texmo o'rlagan, vaqirash tillash avjiga chiqqan. Birsi Ahmadjonni keltirish uchun chalvaqab, vaqirab kirsa, birsi eshik derazlarni jalaqiltayotgan chog' edi. Osmonni o'rvatgudek shuncha zo'r ish bo'layotsa, ba'zi hukumat a'zolari sukut qilib o'ltirishidi. Texi jonim qon, Salislar talaga chiqsa, tulka quloqlarini kiyishib, bo'limga kirsa, qo'ltiqiga qistirib yurishidi. Hatto Jaloliddinning chiroyidan kulka yig'ib turadi. Ammo ish jonga taqalayotgan mushunda xavfli paytda ba'zilar derazlardan bo'ynini so'zishib, Abdukarimga yaxshi ko'nglini bildirishyotidi. Yangi ma'lumotlar beryotidi. Ahmadjon Qosimi ko'rinish bilanla hovlida da, sa degan ovozlar xuddi ota-onasi urug' tuqqanini o'ltirayotgan qotilga etilgandek urinishlar, qaynashlar ko'tarildi, mushlar etildi. Ba'zilar qo'llaridagi palta tayoqlarini silkib pulanglatdi, lekin odamning ko'pligidan Ahmadjonning yiniga kelolmaganiga terikib, asabiylashib vaqirdi, og'zini buzdi. Ba'zi yang ichida qurolni yo'shirganlar Ahmadjonni qo'rg'oga yolg'iz qo'yib bermay, dang begoning billa kirganligiga xafa bo'lishdi va uni ishna yo'lini bilmaydigan do't deb tillashdi. Bular kirish bilan namoyishchilarning harakati texmo jiddiylashgili turdi. Eshiklarni urish, sundirish, derazlarni cheqish, kabint ichiga besib kirishga urinish avj oldi. O'q ovozlari anglandi. Namoyishchilarning birsi kabint ishigining tuviga kelib qattiq vaqirdi. Viloyat vakillari ketsin, kerak emas. Uningga daz ketgan qo'ng'iroqdek chig'ildigan ovozlar kayni-kayndan qo'shildi. Milliy armiya tarqatilsin, Ahmadjon ketsin, yo'qolsin Ahmadjon. Yuzlari g'azabdan tatirib ketgan 40 yoshlar chamizidagi bir odam o'zini tutolmay vaqirvatdi. Ahmadjon bizga kerak. Yana birsi uningga qo'shildi. Yoshson Ahmadjon. Ovozi putib ketgan boshqa birsi qo'llarini shiltib xirildidi. Ur uni, o'ldir. Og'ziga ur, jon yerini chop. Namoyishchilarning birsi o'qdak etilib kelib, boyqi 40 yoshlar chamisidagi odamning beshiga oy paltini chopdi. Uning mingisi chachrab tushdi. Tuyuqsiz zarbidan o'ngsiga tushib xarqirab yotgan odamni kaltak bilan urib ketishdi, dastlashdi. Ikkinchi odamni palta bilan chopgan edi. Uning burun usti bilan o'ng ko'zi gavdasidan ajrab tushdi. Yana uningga qanoat qilmay, yengiki palta bilan chepildi. Neridan yana quliqining tuviga xanjar urilgan birsi yiqildi. Cho'ng tomiri uzilganmi? U birdamdila qansirab, sunaylanib yetib qoldi. Palta, xanjar, kaltak tutgan qo'llar barg'ansiri qizib, to'xtamay harakat qilmoqda edi. O'ylida odam urush, o'ltirish avj edishga boshladi. O'liklar namoyishchilarning oyog'i ostida dastilib, chaylanib ketdi. Qon to'kilmagan, chochirmagan yer qolmadi. Harakat barg'ansiri fojialik tus elib, ur, o'ltir, chop degan ovozlar o'zluksiz ko'tarilib turadi. Ahmadjon Qosimining shopiri Ablahat, Burhan Shaydining shopiri Munuf Axunlarmu tayoq ostida qoldi. Kichik mashinalarining aynaklari chiqilib hukm talqon bo'ldi va mashina makchaytib etildi. General mayor Dangbegang Ahmadjon Qosimi Rahimjonlarni akilib qo'yib, o'zi bo'limdan shu hamon chiqib g'oyib bo'lib ketgan edi. Ahmadjon Qosimi odam urush butun vahshiylik, tillash haqorat qilish yerim vahshiylik degan edi. Hozir hovlida xuddi shundoq butun yerim vahshiyliklar ulg'aymoqda edi. Ba'zilar qon bilan bulg'angan qo'lini, paltisining besini hozirlanib yalamoqda va o'liklarning ko'ksini palti bilan yerib, yurakini sug'urib qasdiga tushmoqda edi. Ahmadjon Qosimi taqat qilib turolmadi. Hovliga chiqmoqchi bo'ldi. Apandim, uning oldini Abdukarim, Rahimjonlar to'rib oldi. Sabr qiling. Sabr qilish to'g'risida bizga ta'lim beratdingiz-ku. Shu topda Sepil shahar sirti necha minglagan odamlar tarafidan qo'rshalgan
Sepil ustidagi pulemyotlarmı mushu təvrəb ketgan odamlarga qaratib qo'yilgan. Ko'zlari chekchaygan askarlar xalq qaynimini o'qqa tutish holatida turadi. Xalq qaynimi barg'ansiri ulg'uyib, vaqirishib, darvozaga yaqinlashardi. Qin-qiniga patmay qolgan ushoq bolalar u yoqdan bu yoqqa chepishib yuradi. Xalq Ahmadjon Qosimi boshliq rahbarlarning taqdirining nima bo'lganligi, hayotiga qanday xavf yetayotganligidan ansirab, ana shundoq do'lqinlanib ketgan. Sepil ichidagi Vang Chunglar o'q ovozlari vahima qo'zg'ab, xalqni qattiq tashvishga solgan edi. Xalq tavrab ketsa, g'azabga kelsa, ashu o'zlariga qartib qo'yilgan pulemyot bilan hisoblashib o'ltiramdu. Nimadandu qo'llari titrayotgan harbiylarga xalq ustilab qattiq talablarni qo'yishmoqda va shuar to'lashmoqda edi. Davomi bor.